Bugun yurtimizda tibbiyotni raqamlashtirish va sohaga zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish borasidagi islohotlar izchil davom etmoqda. Ana shunday muhim qadamlardan biri sifatida Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutining yangi ko'p tarmoqli klinikasi foydalanishga topshirildi. Ushbu shifo maskani prezidentimiz topshiriqlari ijrosi doirasida barpo etilib, sun'iy intellekt texnologiyalari bilan to'liq jihozlangan yurtimizdagi ilk kompleks Smart AI shifoxonalardan biri bo'ldi. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan navbatdagi lavhamiz shu haqda. Yurtimiz tibbiyotini transformatsiya qilish jarayonida sohani raqobatdosh kadrlar bilan ta'minlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Quvonarlisi, Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutining bu boradagi o'rni tobora mustahkamlanib boryapti. Yaqinda institutning yangi ko'p tarmoqli klinikasi foydalanishga topshirildi. Shu munosabat bilan o'tkazilgan tantanali tadbirda ta'kidlanganidek, prezidentimiz topshiriqlari ijrosi doirasida barpo etilgan ushbu muassasa sun'iy intellekt texnologiyalari bilan to'liq jihozlangan yurtimizdagi ilk kompleks Smart AI shifoxonalardan hisoblanadi. Bu yerda bemorlar murojaatidan davolanishgacha bo'lgan barcha bosqichlar to'liq raqamlashtirilgan. Prezidentimizni qarorlari bilan institutimiz oldin filial bo'lsak, hozir endi 6 yildan beri alohida institut bo'lib faoliyat yurityapmiz. 7000 ga yaqin talaba tahsil olishyapti. Barcha yo'nalishlarimiz bor. Hozir sizlar ko'rib turgan klinika respublikada birinchi bo'lib ilk marotaba sun'iy doktor platformasini joriy qildi va shu bilan birga talabalarimiz uchun dual ta'lim tizimi to'liq yo'lga qo'yildi. Ta'kidlanganidek, yangi klinika yurtimizda birinchi bo'lib sun'iy doktor platformasini joriy qildi. U orqali tashxis qo'yish jarayonlari ko'p bosqichli analitik model asosida amalga oshirilib, shifokorning klinik xulosasidan so'ng bemorning barcha laborator, instrumental va anamnestik ma'lumotlari sun'iy intellekt tizimiga uzatiladi. Mazkur platforma 5 ta mustaqil AI shifokor modulidan iborat bo'lib, har biri turli algoritmik yondashuvlar asosida tahlil olib boradi. Natijada diagnostik xatoliklar kamayib, klinik qaror qabul qilish sifati oshadi va individual davolash modeli joriy etiladi. So'nggi yillarda sun'iy intellekt davri bo'lyapti. Aynan shu davr mobaynida barcha yo'nalishlar, shu qatori tibbiyot yo'nalishida ham raqamlashtirish ishlari amalga oshirilyapti. Biz ham aynan mana shu jarayonlarni rivojlantirish maqsadida turli kesimda raqamlashtirish ishlari olib borilyapti. Bemorlarni monitoring qilish, ularni davolash rejalarini tartiblash aynan mana shu AI doktor hamda bizning integral monitoring dasturimiz orqali amalga oshirilsa, juda ham ko'plab yaxshi natijalarga erishgan bo'lamiz. Shuningdek, Smart klinikaning jonlantirish va jarrohlik bloklari eng so'nggi rusumdagi zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlangan. Qolaversa, klinikadagi hamshiralar bilan bog'lanish uchun elektron chaqiruv Nurse Call System panellari o'rnatilgan. Eng muhim yangiliklardan yana biri tibbiyot xodimlarining bino ichidagi buyurtmalarini avtonom va kontaktsiz yetkazib berish hamda professional yopiq sterilizatsiya uchun Canon M2 va Canon W3 aqlli xizmat robotlari keltirilgan. Yangi foydalanishga topshirilgan klinikamizga mana shunaqa oxirgi rusumdagi zamonaviy robotlar keltirildi. Bular ikki xil turda. Chap tomonimda turgan bu asosan dori-darmonlarni tarqatuvchi robot bo'lib, hozirgi kunda hamshiralarimiz ishini ancha yengillattiradi. O'ng tomondagi robotimiz bu dezinfektor bo'lib, asosan 20 kvadrat metrgacha maydonda bir marotaba bemalol zararsizlantiradi. Shifoxona bazasida Italiya bilan hamkorlik doirasida oliy hamshiralik ishi yo'nalishlari talabalarini tayyorlash bo'yicha innovatsion o'quv amaliy markaz ham tashkil etilgan. Bu yerda ta'lim jarayonlari to'liq Yevropa standartlari asosida olib boriladi. Unda dual ta'lim modeli qo'llanilib, talabalar nazariy bilimlarni klinik amaliyot bilan birga o'zlashtiradi. Aytish lozimki, klinika hududida ekobog' tashkil etilib, 30 turdagi manzarali daraxtlardan iborat 2000 dan ortiq yashil plantatsiyalar mavjud. Muassasa 5000 dan ziyod ilmiy adabiyotlar fondiga ega kutubxonasi, elektron hamda xalqaro ilmiy resurslar jamlangan axborot bazasi bilan ham ajralib turadi. Klinika nafaqat bemorlarga tibbiy xizmat ko'rsatadi, ayni chog'da yosh mutaxassislar uchun amaliyot bazasi sifatida ham faoliyat olib boradi. Bugungi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan biz yoshlar uchun juda katta imkoniyatlar eshigi ochib berildi va biz talabalar bu imkoniyatlardan kerakli darajada foydalanamiz va kelajakda yurtimiz uchun hamda jamiyatimiz uchun kerakli va yetuk shaxs bo'lib yetishishga harakat qilamiz. Kelajakda bu klinikamiz yordamida biz aholiga sifatli va malakali hamda zamonaviy tibbiy yordam ko'rsata olish imkoniyatiga ega bo'lmoqdamiz. Umuman olganda Farg'onada barpo etilgan ushbu zamonaviy Smart klinika tibbiyot, ta'lim va innovatsiyalarni uyg'unlashtirgan holda mamlakatimiz sog'liqni saqlash tizimini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.